shu belimda grija bo'lganda o'zi birinchi kelib chiqishi 4 mm bo'lgan o'zi. Nima ayol bo'ladi, ishlaysiz, u bu uyda ishlar. Birinchi tekshirtirgan paytim 4 mm bo'lgan и men o'sha doktor nevropatologga borib, MRT qilasiz, boshqa qilasiz. Lecheniya oldim. Qanaqadir vaqt o'tdi, men hisoblab ko'rgan 6 oy. Vaqt o'tdi, kalsiy, malsiy etgan dorilarni hammasini ichdim. Yana rastejeniya bo'ladi, o'sha poliklinika ichida bor edi o'sha payt. Hozir rastejeniya olib tashlashgan. Qiziqganimda. O'sha rastejkasiga ham borganman, hattoki 10 kun qatnaganman. Вроде normal bo'lgan, yurdim, normal edim. Oradan yana 6 oy o'tdimi, yana qo'zg'ab qoldi belim. Позвоночникda bo'lganman, mashtumda bo'lgan. Keyingi safarga tekshirtirganimda 4 mm emas, 6 mm bo'lyapti. Qarang. Yana MRT qilasan, nevropatologim, yana MRT qilasan, yana senga o'sha kalsiy, malsiy, akulik kapsula dori bo'ladi. O'shalar hammasini etganlarni olganman, 2 oy yana ichdim. Yana normal yuribman-da. Yana mana o'sha 6 oy, 7 oy o'tdi, yana qo'zg'aldi-da. Keyin mana shu Google Trend kompaniyasi Allohning o'zi nima sababda, menga shu yaxshi bitta inson taklif qilgan, mana shu mahsulotni olib iching deganda, men ham ixlos qilib, avvalambor Allohim o'zi Alloh dard berguvchi, shifosini ham Alloh beradi. Bu sabab, bu mahsulotda sabab. Menga mana shu mahsulotni aytishdi, olib iching dedi. Keyin men ham qani ichib ko'ray. Olib ichdim, mana shuni oldim, keyin men birinchi shu Bahodirga aytganlardek Perfect'da Vitalis Lux ichdim, keyin o'zi buni qo'shdim. Ko'rsatib turib o'zi suvi bo'g'imlari deb turib, xuddi o'sha narsa. Men shuni ichdim. Mana ichganimga 2 yil bo'ldi. Bu yoqqa kelganim 2 yil bo'ldimi? Umuman og'rimaydi. Mana aldasam, men o'zimni aldagandim qo'ydi, sizlarni aldagandim qo'ydi. Alloh ko'rib turibdi, nima qilaman aldim. 2 yil bo'ldi, umuman og'riyotgani yo'q. Alhamdulillah, Xudoga shukr. O'shaning uchun men bemalol odamlarga tavsiya qilaman. Olib ichinglar, bel og'rig'i, grija degan narsa bo'ladi-ku. Mana aka-ukangizda qarindosh, qo'ni-qo'shni eshitasiz, shu belim og'riyapti, grijam bor ekan tekshirtirdim. Umuman og'riq bo'lmaydi. Olib ichinglar, ixlos qilinglar. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Undan tashqari yana boshqa mana shu mahsulotlarning hammasidan foydalanganmiz. Bundan ham foydalanganman. Pastalardan ham foydalanganman, natijalar olganmiz, bundan ham natijalar olganmiz. Xudo xolisa bularni ham olib ichamiz. Pastalardan ham zo'r natija olganmiz. Video roliklarim bor, agar nasib ko'ramangiz ko'rsataman. Hammaga tavsiya qilaman. Olinglar, ichinglar, foydalaninglar. Nima natijalarni ko'rasizlar, rost etgan ekansiz aytasiz. Hammaga shifo tilayman. Sog' bo'linglar, salomat.